Assalomu alaykum Yoqub payg'ambar. Yaratganning xabarchisi, vahiy farishtasi, xush kelding. Yusufimdan ayrilgach, nima holga tushganimni ko'ryapsanmi? Ko'zlarimga nima bo'lganini ko'ryapsanmi? Yusufni kim yaratdi va ulg'aytirdi Yoqub? Butun olamning yaratuvchisi va parvardigori bo'lgan ulug' Xudo. Yusufdan boshqa yana nechta bolang bor? Qizim Dina bilan birga 12 bolam bor. Bag'ringda 12 ta o'g'ling bo'la turib, ular uchun o'zingni tamom qilyapsanmi, Yoqub? Ularning hech biri Yusufning o'rnini bosolmaydi. Yusufning tengi yo'q. Tengsiz bo'lgan zot faqat yaratgan. Yusuf ham yaratganga tutilgan bir oynadir. Butun yaralmishlar yaratganning tajallisi